Assalomu alaykum do'stlar. Assalomu alaykum. Yandex Taksi O'zbekiston YouTube kanaliga xush kelibsiz. Ushbu kanal orqali Yandex haydovchilari hamda haydovchilar uchun kerakli ma'lumotlar taqdim etib boriladi hamda real hayot ko'rsatib boriladi. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Albatta kommentariyada iliq fikrlaringizni kutib qolamiz. Agarda savollar bo'lsa, tortinmasdan bemalol savol yozishingiz mumkin. Barcha kommentariyadagi fikrlar va savollarga e'tibor qaratiladi hamda efirga olib chiqiladi. Keyingi videolarda o'qib beriladi. Xo'p, do'stlar, hozir davom etamiz. Aniqrog'i ertalab tong 8:31 men ertalab kechagi yomg'ir tufayli ertalabdan mo'yka qilib oldim, ya'ni mashinani yuvish kerak edi. Albatta yuvgandan keyin hammasi приятный. Bugun quyoshli kun bo'lganligi sababli o'zimiz uchun ham, qolaversa mijozlar uchun ham albatta yoqimli. Hozir esa metan zapravkadan chiqdim. 4100 so'm metan zapravka va propan narxiga qiziqadiganlar uchun 5700 ekan. Mana shu propan zapravkada. Shu zapravkamizda. Xo'p, buyurtma kutyapmiz hozir. Eng yuqori cho'qqisi, sababi 9 ga ishga boradiganlar uchun hozirgi paytda demak biz borishimiz kerak va zakaz ham olganman. Mirzo Ulug'bek, To'ytepa 46 daqiqa 17 kilometrlik masofani bosib o'tar ekanmiz. Ha do'stlar, ha, Yandex kundan kunga shartlarni qiyinlashtirib boryapti. Bu albatta haydovchilar sonining ko'pligi va ko'p propusk, ya'ni o'tkazib yuborish evaziga prioritet 23 ballga tushib qoladi. Agarda men hozir atmen qilsam, ya'ni qabul qilingan buyurtmani bekor qilsam 23 taga tushib qolar ekan. O'zi 96 da turibdi. Hozir 0 bo'lsa, demak men uchun dostуп, ya'ni ishlash imkoniyati cheklanadi. Juda ham yomon, sababi birinchi buyurtma 46 daqiqa davom etdi. Ikkinchi buyurtmani qabul qilishga tayyormiz. Ikkinchi buyurtmani qabul qilganmiz. Xo'p, mijozni kutyapmiz eshigini oldida, lekin negadir mijozimiz chiqmayaptilar. Antena UCLda juda ham yomon, sifatsiz, negadir mana shu hududda balki yuqori kuchlanishli elektr simlari o'tgandir. Shuni ham hisobiga aloqa pand beradi. Navbatdagi zakaz 505 kilometr 12 daqiqa borishimiz kerak. Hozir esa men A nuqtaga yetib keldim, ya'ni mijozga yetib keldim. 10:53 qisqa masofali zakaz, buyurtma 17000 so'm keltirib qo'ydik. Endi keyingisiga boramiz. Artel reklamasida Bahodir Jalolov. Davom etamiz do'stlar. 17:02 soat 5, 7 ball probka Toshkentda. Biz esa Rohat Kalsodamiz. Rohat Kalso. Havo ham ajoyib, ko'rinish wow, zo'r. Mana shunaqa va probka ham shunga yarasha. Rohat Kalso. Mana kiraverish anchagina. 12 ta zakazga ulguribmiz. 356 ming 12 ta zakaz hozircha. Bugun 26 ta qilaman deb niyat qildim. Yo'q do'stlar, probkada bunaqa ketmaydi. Mana yana davom etamiz do'stlar. Metan zapravkadaman. 17:43 haftadan shanba va yakshanba kuniga umid bog'laymiz shekilli, sababi juda ham ajoyib tirbandlik, ya'ni yuqori darajadagi tirbandlik Toshkent bo'ylab. Osiyo Grand to'yxonasi va Navruz bog'i. Mana shunaqa ajoyib ko'rinish. Soat 21:07 do'stlar. Hozircha 21 ta zakazga ulgurdim. Yana kutyapman. Padelan qilib qo'yganman. Bektemir shu tumanlarga o'ralashib qoldim shekilli. Rosa probkaga tushib qoldim. Shuning uchun imkoni boricha shaharni bu tomonda
faoliyatimizni, ishimizni davom ettiramiz. Juda zo'r, ajoyib. Lekin havo harorati do'stlar pasaydi. Havo harorati 18 daraja ko'rsatyapti va undan ham tushyapti. 22 ming bo'ldi. Yigit 25 ming berdi. Soat 23:10 do'stlar, 18-aprel. Yana birozgina ishlashimga to'g'ri keladi. Amallab yana bitta buyurtma bilan keyin uyga yura olamiz. Ikkalasini ham yoqib qo'yaman-da, hozir ham start, ham komfort. Maqsad tezroq yetib borish. Soat 23:54. 11 dan keyin shu Toshkent City'dagi ko'cha chiroqlari ham o'chirib qo'yiladi. Mana shunisi ham bor. Xo'sh, biz hozir mijozni keltirib qo'ydik va zavershit qilib, mana o'rtani belgilab qo'ydim. Mana zavershit qilamiz va uyga qarab yo'l olamiz. Faqat sal tezroq harakat qilishimiz kerak, chunki koeffitsient o'chib qolishi mumkin. Ekonom ham, xullas start ham va komfort ham ikkalasi ham yoniq. Qaysida bersa ham baribir olib ketaveramiz. Startni o'chirib qo'ysam ham bo'ladi, chunki bu yerda asosan komfort tarifidagilar uyga ketayotgan bo'lishi mumkin, kimdir 12 gacha ishlash smenasida bo'lsa. Mana. Qaytgancha pora dahnut dam olishimizni ham so'rayapti. Siz uzoq vaqt rulda bo'ldingiz, 1 soat 15 daqiqadan keyin sizni uzib qo'yamiz, dam oling kirib deb menga g'amxo'rlik qilyapti. 655 gacha o'chirib qo'yadi do'stubdan, bazadan. Mana shu mushukcha bilan soat 7:00 boshlashimiz kerak ekan. Hozir esa 1 soat 15 minut vaqtimiz bor. Mana tezroq bersa edi. Soat do'stlar 00:26, 19-aprel, yangi sana. Yangi sanaga o'tdik. Xo'p, 18-aprel sarhisobini qiladigan bo'lsak, amallab 29 ta buyurtmaga erishdik, bajardik. Xudo xohlasa, ertaga yana omadli bo'lib, shanba yakshanba kunida yanada ko'proq zakazlarni amalga oshirishimiz kerak. So'ragan obunachilarimiz uchun kommentariyada o'qib qoldim. 24 ta, 26 ta qilishim kerak deyapsiz. Nima Yandex sizga qo'shimcha pul o'tkazib beradimi degan savol berishgan. Shunga javob berib o'tay. Mana 7 kun davomida oxirgi sana 21-aprel soat 23:59, ya'ni 22-ga o'tar kechasi. 21-aprel kechqurungacha agarda 145 ta zakaz amalga oshirsam 400 ming so'm beradi. Bu bonus brend uchun. Menda nakleyka yopishtirilgan Yandex Go'ni men butun Toshkent bo'ylab, butun region bo'ylab reklama qilishim kerak. Agar 145 ta zakazni amalga oshirsam, bilasizmi, nechta odamni ko'ziga tushadi va Yandex brendi reklama bo'ladi. Bu birinchi. Ikkinchisi 172 ta. U ham xuddi shunaqa 21-aprel 23:59gacha. Agar 172 ta amalga oshirsam, shuning ichida ikkalasi bir xil. Agar 172 taga borsam 145 avtomatik bajarilgan hisoblanadi. Agar 172 ta zakaz amalga oshirsam 510 ming qo'shib beradi. Bu odatda har doim ham bunaqa bermaydi. Ora-orada 2 haftada bir oyda bir. Bu narsa menga ham bog'liq emas, boshqalarga ham bog'liq emas, taksoparkka ham bog'liq emas. Shunchaki menga motivatsiya ruhlantirib turadi. Lekin buni bajarish uchun do'stlar, qancha. Buni tagidagi maqsadi, men ko'pincha koeffitsient bor joyga yurishga harakat qilaman. Koeffitsient o'chgan joydan zakaz olmaslikka harakat qilaman.
Yandex shuni sezgan holatda, endi bilmadim, yoki boshqa sabab faktorlar bordir. Shuni hisobiga menga istalgan joyda borib to'xtab, o'sha joydan zakaz olib, o'sha joydan buyurtmani amalga oshirib, o'sha joyda Yandex kutib turgan mijozlarni kuttirmagan holatda Yandexdan foydalanishga chaqiradi. Mana shu bonuslar. Bonusdan maqsad shu. Istalgan joyda Yandex topilsin degan ma'noda. Mijoz kutib qolmasin, tezroq yetib borsin va u Yandexning tez ishlashiga amin bo'lib, yana kelgusida Yandex buyurtma qilsin. Shunaqa. Bu ham konkurensiya raqobatchilari bilan endi Yandex raqobatchilari bor. Misol Uklon deylik yoki Millennium, MyTaxi shunga o'xshagan raqobatchilari bilan raqobatlashyapti. Shunaqa haydovchilarni ora-orada motivatsiya berib turadi. Lekin 172 ta juda qiyin. Shu 172 ta 7 kun davomida berilgan. Taxminan 24-25 ta har kuni amalga oshirsam, keyin 172 ta buyurtma amalga oshirilgan bo'ladi. Shuni hisobga olib men 7 ga bo'lib 24 ta, 25 ta, 26 ta qilishim kerak deyman. Aslida 30 ta, 35 ta qilinsa ham hech zarar qilmaydi. Lekin ko'paytirib qo'ysa, keyingi gal berishida shu 172 ta emas, 180 taga aylanadi. Keyin 190 taga aylanadi. Qiyinlashtirib boraveradi. Demak, bu amalga oshirar ekan, imkoniyat yetar ekan deydi va shundan keyin yana qiyinlashtirib qo'yadi. Shunaqa do'stlar, bugun 29 ta zakazga ulguribman. 29 ta zakaz, bosib o'tilgan masofa esa 280 kilometr dan sal oshiqroq. 300 kilometrga yaqin masofa bosib o'tdik do'stlar. Juda charchadim. Chunki yangi sana 00:31. Ertaga Xudo xolasa yana ertalabdan shu ishimizni davom ettirishimiz kerak. Zakazni esa do'stlar 40 minutdan keyin o'chirib qo'yar ekan. Ertalab soat 7 gacha. Biz esa kirib dam olamiz. Like bosing do'stlar, kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'zingizni asrang, ehtiyot qiling. Mushukchani esa mana xirillab ertalabgacha yotadi endi Xudo xolasa va ertalab yana birga ko'rishamiz.